Qizim bu yil 5 yosh kirdi, yaslida o'qiydi. O'g'lim bu yil 3,5 yosh kirdi. Bu yil emdilam yaslida tizimlatib, yaslida o'qishga kirmoqchi. Bizga yezliq planliq tug'utishxonasidan kentimizga kelib, planliq tug'ut tashviqot tarbiya faoliyati olib bordi. Bularni asos qilib so'zlaydig'ini amaldorlikdan saqlanish tadbirlari ichida oylik dora, kunlik dora, kondon, uzuk selish, bog'dirish qatorliq usullarni bizga tafsiliy tushuntirib, shularning badanga bo'lgan ta'siri to'g'risida bizga tafsiliy tushuncha berdi. Ondan biz shularning ichidan o'zimizning badanimizga mos kelganini tanlab, amaldorlikdan saqlanamiz. Shaxsan men o'zimning salomatlik ahvoliga mos keldi deb qarab, uzuk selishni tanlagan. Meniki ikki qizimning o'rtasida 9 yosh farq bor bo'lib, uzuk meniki badanimda 8 yil turdi. Shu uzuk sag'izish silib, epoch aloqda uzuk menga qat'iy mundaqilqi ziyonliq bo'lmadi. Ziyon zahmat yetkazmadichi uzuk asosliqmi shu tan salomatligimizga ziyon etganmaslik uchun o'zim xohlab uzuk sag'izdim, uzuk silish tadbirlarida qo'llandim. 刚结婚时候跟老公商量了要一个孩子，生了第一代后没做好节约措施，怀上了第二代，全家人都希望生个这个孩子。现在2个孩子在上幼儿园，很健康，很快乐。我和老公商量自愿申请计划生育光荣证。 Çoğun kızım bu yıl yaslida o'qiydi. Kichik balam hozir 6 oylik qo'ldamış quchqimdiki shu. Men o'z ixtiyorligim bilan tug'ut cheklash tadbiridan uzuk soldirish tadbirini tanlagandim. Hozir shu kichik balamni tug'ib 3 oydan keyin uzuk soldirgandim. Mening salomatligimga munoyatli mos keldi. Hozirgacha hech qanday bir yomon ta'sirini bayqamadim. Davlatimizning yaxshi siyosatining orqasida bizning yezimizning planliq tug'ut sayya punkti bizga haqsiz uzuk soldirish mulozimati ilib bordi. Ondan har oyda bir qatim haqsiz ziyorat ilib bordi. Ondan faslda bir qatim haqsiz uzuk tekshirtish ilib bordi. Bizning mulozimatimiz yaxshi. Biz har qanday masala yo'liqsak, ular bizga nisbatan yaxshi tushunchalarni berdi. 20 yosh vaqtimda to'y qilgan, 21 yosh vaqtimda cho'ng bolamni tug'dim, 26 yosh vaqtimda kichikini tug'dim. Kichik bolamni tug'ib bo'lgandan keyin qayta tug'ishni o'ylashmadim. Chunki mening onam 4 bola bo'lganligi uchun iqtisodiy turmushimiz nachar, biz o'rlab o'qiylik desakmi o'qiy olmagan edik. Shunga oz tug'ib sifatli tarbiyalash maqsadida sharaf guvohnamasi oldim. Yo'ldoshim shunda qo'lladi meni. Mama. 我有一个女儿，今年4岁了，她正在上幼儿园。我自愿的选择了偿还，我偿还已经3年了，3年身体没有任何影响。Chataldagi bir qism axborot vositalari davlatimizga qarchaplab, Jungodagi asonliq millatlarning bola aldirish, uzuk soldirish qatorliq ishlarga majburlash ilib borgan deb fitna ig'vo tarqatibdi. Men shundoq ayta olamanki, undaq ish yo'q. Fitna ig'vo tarqatmanglar.